Jalol aka, shu jintira hozir shu jintiraga aynaldimi? Albatta. Buni yili nechi? Mashinamiz yili, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Bu mashinamiz yili 2021-yil, hozirgi qo'ygan kuzovimiz 2025-yil. Bu hozir 25 ko'zib qo'ydingiz 2021 jintiraga. Buni yili 25 bo'lib qolaveradimi dokumentda shundaydi? Yo'q, dokumentda shu masala bo'yicha o'ta ko'pchilik savol berganligi uchun alohida mavzu qilib olyapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab borasiz degan umiddamiz. Mashina bo'lsa mana jintira Cobalt ramalarimiz olib chiqishga keldik. Hozir ikkita Cobalt rama, bitta jintira rama olib ketyapmiz. Mana jintira ramamiz yangi bu. Ko'pchilik robotchimi yili nechi bo'ladi deganlarga 2025 bo'ladi yili. 25 bu 25 dan mana yechib olinadi. Bir xil yozibdi 25 jintira chiqmagan. Jintira chiqmagan bilan kuzov chiqyapti. Shular uchun biz gapiradiganlar uchun ma'lumot jintira kuzov 2025 chiqib kelyapti. Hech qanaqa muammosi yo'q. Mana yangi zibor kuzov faqat detallarni yechilyapti. Mana detallar yechilyapti. Xudo xolasa shu holatida biz kuzovimizni olyapmiz. Hozir begonalar kelsa $1000 deyapti. Biz ko'p olganimiz uchun bizga $950 dan beryapti. Mana jintira ramalar, mana bu tracker rama. Mana bir de yana jentira rama, Damas ramalar bor mana. Damas ko'zi bor, ko'zlar hammasidan bor. Telefon nomerini ekranda qoldirib qo'yamiz. Bolaverasizlar. Cobalt ramalari bor. Cobalt ramasini ham 5 usilitr. Bizga Cobalt ramasini 5 usilitr Cobalt ko'rsak, 5 usilitr deganda nima tushunasiz? Xo'p, mana Cobalt rama. Mana bu usilitr ichilgan mana. Oldida ekranchasi deylar. Shunisi ichilgan 5 usilitr $700 deyapti. Usilitr bilan $850 ga beriladi. Mana. Biz hozir ikkita Cobalt rama olib ketamiz, xudo xolasa. Mana bittasini yechib tayyorlab qo'ydik, ikkinchisini endi yechadi. Ketdimi? Qanday o'zing? Rasvo holatda, kelgan holatda va shogirdlar tozalangandan keyingi holat mana. Bo'lsa, dialni qilib tozalab, shu muzlatsa yopish uchun shogirdlar o'z ishga tushgan. Ber bunu, bu. Hurmatli kanalimiz a'zolari, xudo xolasa Lasit, ya'ni jentramiz o'zi motorlarigacha uстановка bo'ldi. Shogirdlarimiz mana polni shumka qilib, hozir patologlarigacha qo'yilib, mashina ish jarayoni ketyapti. Kraska rasvo degan emasmi? Hozir qismagansiz? Bilasiz to'xtatib. Va. Arpidan qo'yish jarayon video bo'ldimi?
Nima bilan qilyapsan? Hozir ham qattiq chiqarma, qani valaq qo'ymasin. Zozalari jentrachamizni motorlarini hamma narsani ustonovka qilib, torpedasigacha o'zimiz ustonovka qildik. Shu mashinani bir proverkaga yurg'izib ko'rmoqchimiz. Qani yuradimi yo'qmi? Qani bir bosib ko'ring, qani. Shogirdlarimiz tergan mana. Mana mashina bitta bosganda yurayapti. Mana ko'ryapsiz, elektrik motoris hech kim kerak emas, o'zi past qilyapmiz. Melichopka narsasiga elektriklarimiz kerak bo'lyapti. Qolganini hamma shogirdimiz kapitalni motorigacha, elektroborovnisigacha hamma narsasigacha o'lyapti. Hammaga rahmat. Ramkan qo'ysin. Sen qolganini kuzirav. Ramkan qo'y. Ramkan qo'y. Nimani qo'ylatyapsiz? Ha, bakoy qo'yyapsiz. Tasaddur shogirdimiz, ana lochin shogirdimiz, xudo xolasa ikkalasi jintrani teryapti o'sha. Kecha mashinamiz zavod bo'lgan, o'zi bugun 5-kun mashinaga tashdi 80% tayyor bo'ldi. Turlavera. Qiyshada ekan, shuning uchun mana bunisini birak qilgan, oldin eskisini birak qilgan. Ko'ryapsiz, qiyshayib qolgan. Xudo xolasa yangi olib kelganmiz. Shu mana bu detal qiyshiqligi uchun shunday bo'lgan. Hozir buni to'g'rilab, chiroyli qo'yib beramiz. Xolasa jintrachamiz sammo ekamiz deb o'ylayapti. Baq qo'ydim. Voy, tez chiqalanglar. Jalol aka, shu jintira hozir shu jintiraga aynaldimi? Albatta. Buni yili nechi? Mashinamiz yili, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Bu mashinamiz yili 2021-yil, hozirgi qo'ygan kuzovimiz 2025-yil. Bu hozir 25 ko'zib qo'ydingiz 2021 jintiraga. Buni yili 25 bo'lib qolaveradimi dokumentda shundaydi? Yo'q, dokumentda sşu masala bo'yicha o'ta ko'pchilik savol berganligi uchun alohida mavzu qilib olyapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab borasiz degan umiddamiz. Mashinaning 2021-yil, texnik pasporti 2021ligi uchun alohida belgilar degan tagida joyi bo'ladi. Shu joyida 2025-yil ishlab chiqarilgan, 2025-yil kuz aldi qisqa qizib yozib qo'yadi. U bitta texnik pasport almashtirganingizda u ham yo'q bo'lib ketadi. Mashinaning yili 21ligacha qolaveradi.
Bunga shu jintirani shu holatga kelish uchun qancha rasod qildi? Shu haqida ham bir ma'lumot berib ketsangiz. Shu haqida ma'lumot berib ketadigan bo'lsak, mana bu ramamizni $1000 ga oldik. Ramamizni 4 ta pitlisi, orqa pitlilari bilan birga $1000 ga rama olindi. Rama degani, ya'ni yangi kuzov 2025 bo'ladi, u robotchi narsa emas. Faqat detallarsiz mana shu holatda bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizda detallari yo'q, hech qanaqa kapot, kirlo, eshik, hech qanaqa detallari yo'q holatida $1000. Buni zibori olaman deganlar uchun 38 million so'm turadi. Ma'lumot o'rnida aytib ketyapmiz. Endi bu mashinamizga obshi ketgan rasxodini qanday holatda kelib, qanday holatda chiqishi haqida o'zimiz obzor qilib video qilib beramiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari, har doim aytganimizdek biz mashina terib chiqilgan mashina zazor va stiglar birinchi rol o'ynaydi. Mana ko'ryapsiz, yuqoridan kelishi, kapot uchi, faran uchigacha bir xil va kapot, oblisovka zazorlarni ko'raverasiz bir qator. Mashinamizni idealni chiqdi. Xudo xolasa salon qismlari va motor qismlarini ichigacha ko'rsatamiz. Eshiklari, mana eshiklarni ochilib yopilishi joyida, hammasi standartda mana. Obshivkalari yuvib, chayilib, juda akkuratni terildi mashina. Xudo xolasa mashinchamizga obsh ketgan rasxodini hozir zazorlarni ko'rsatgandan keyin aytib o'tib ketamiz. Mashinamizni old orqa farasini almashtirish kerak edi. Endi egasi sal pul kamroqligi uchun almashtira olmadi, lekin almashtirish kerak. Chunki mashinani vidini o'qib turibdi, plus 4 ta diska qo'ysa, o'ta mashinamiz ochiladi. Hozir motorxonalargacha ko'rsatamiz. Zazorlari, stiglari zavod stiglarga olib kelingan. Har doimgidek ishimizga baho berib ketaverasizlar. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Motorxonani och. Xo'p, endi rasxodlarni aytib ketadigan bo'lsak, ramamiz $1000, ikkita eshik qo'yildi, kapot, kirilo, mayda-chuda tom lenta, obshi ketgan rasxodda aytadigan bo'lsak, mashinamizga 33 million so'm ketdi. Endi buning ichida 33 million $1000 ramani ayirtaylaymiz. 13 million 8 million so'm bizning mehnat ayirtaylaymiz. 8 million so'm mehnatimiz 2 million so'mga shumaizolyatsiya olib kelib beradi. Shumaizolyatsiyani qilib berish ichida, ya'ni mehnati, shumaizolyatsiya qilib berish, elektrik, motoriz, kuzovnoy hammasi ichida mehnat haqimiz 8 million bilan bitadi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqasiz. Telefon nomeri ekranda qoldiramiz. Shunaqa qattiq urilgan, yonib ketgan DTP bo'lgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Topib berganga $100 hadyamiz bor. Endi buni dokumenti masalasiga keladigan bo'lsak, hozir kuzov almashgan dokumentga nimalar berasiz degan uchun hozir shu haqida bitta chiroyli ko'rsatib beramiz. Mana shot spravka beriladi, ya'ni ustaxonadan mana bu salondan kelgan shot spravkasi bo'ladi. Buni original varianti ham bor. Bu hozir PDF variantida chiqarib olganmiz. Sabab o'zi faqat mana qirikoda bo'lsa bo'ldi, o'zi onlayn bo'lib ketadi narsa. Bu plus bizlarning ustaxonadan terildi degan ma'lumotnoma qog'oz beriladi. O'zi ikkita dokument bo'ladi. O'sha shot spravka plus terildi degan qog'oz. Shu masala bo'yicha shuna gayiga borasiz, texpasportga bir akalat to'lov qilasiz, almashadi, zamina ko'zi tagi, zamina ko'zi yozib beradi. Mana motorxonalar ko'rsatasiz, motorxonalarigacha mashinani yuvib, chayib, akkuratni qilib terganmiz. Unaqa bir bunday bir ochganda bir nima desam, bir havas keladigan darajada qilib, shu bekasigacha tozalab qo'yilgan. Ishimizga baho berasiz. Ishimiz yoqayotgan bo'lsa bizni rag'batlantirib, kommentariyada fikrlaringizni kutib, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.